ayni paytda biz Buxoro viloyatida bo'lib turibmiz. Buxoro viloyatining jami yer maydonlari 4.883.2 gektarni tashkil etadi. Shundan sug'oriladigan ekin yer maydonlari 205.8 gektarni tashkil etadi. Shu kunlarda ushbu tumanda sinov tariqasida ajratilgan yer maydonlarida ishlar nihoyalab qolmoqda. Voken tumanida sinov tariqasida ajratilgan yer maydonlarining jami 7213 gektarni tashkil etadi. 290 ta fermer xo'jaliklariga subsidiyalar ajratilgan. Mazkur dala maydonlarida hosildorlikni oshirish borasida qizg'in chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.